Usmon Strannik Abdumalik Yorbotay bilan bo'lgan jang haqida gapirdi. Biz ham mehmonda edik. Agar ular bizning yurtimizda mehmon bo'lishganida, biz ularga hatto barmog'imiz bilan ham tegmagan bo'lardik. Ammo biznikilar sizning uyingizga borganda, siz ularga unchalik yaxshi munosabatda bo'lmadingiz. Men o'zbek xalqiga nisbatan hayotimda hech qanaqa salbiy munosabat yoki millatchilik bo'lmagan. Boshqalarga bo'lgani kabi ularga nisbatan ham hurmat joyida. Shuning uchun atigi 2 kishi deb bu qadar shovqin-suron ko'tarishning hojati yo'q. Bu to'polon haqida o'zbek jangchisi Abdumalik esa boshqacha fikrda bo'ldi. Jangdan oldin razminga qilolmay boyga chiqishim kerak, ikkitadan keyin o'sha kresa shakarlar bir to'da bo'lib kirib kelyapti, o'rtoqlar bilan talpaqigan kirib kelyapti. Arqamdan urib, kurash qilib ketyapti. Men razminga qilib turman, jangga chiqishim kerak ikkitadan keyin. Sababi bir kun oldin konferensiya payti Adiyani urushasanmi dedi menga. Men o'rnimdan turdim, urushaman, olliga bordim. Adiyaniga duxi yetmadi, chiqmadi bir gapi. Keyin jang kuni kirib kelyapti. Talpa qilib o'sha to'polon qilgani.